Gülamxan uzoq uxladimi? Buningga bir nima demak tez. Ehtimol ko'zi emdila uyquga ilingandir. Lekin shu chaqda quloqiga uyqu aralash ishlarning hovshig'ini va qandoqdir huvlagan ovoz kirdi. Gülamxan taslikda ko'zini uyqudan ochdi. Endi bo'rining so'zib nola qilib huvlayotganini aniq angladi. Huvlagan ovoz ko'k o'rlaydi va yurakka eg'ir vahima soladi. Gülamxonni titrak bosdi, u erga yiqiroq surilib yotdi. Onun qo'yniga tiqildi. Sal o'tmayla bo'rining huvlashi ochiq, hasratlik yig'iga aylandi. Azab oqibat ichida qolgan maxluq dardini hech nega sig'dira olmay dod faryod ko'tarmoqda edi. Akbarag'u uyqu aralash xirildigan ovozi bilan dedi Boston yostiqdan shartlab beshini ko'tarib. Nima Akbara? So'rdi Gülamxon gapning nima ustida ketayotganligini tushunolmay. Tishi bo'ra, dedi Boston bo'ra ovoziga quloq solg'ach. Ondan qo'shib qo'ydi. Tosh chaynarmi qo'shilib huvlayotdi. Anglayotamsan? Qushxonaga kirib qolgan buqidek ho'kirayotdi. Ular demini ichiga yutib ketib qoldi. Cheksiz tun qo'ynida hu degan qayg'uliq faryod tarqalmoqda edi. Nimaga huvlayotdi? Qo'rqib pichirladi Gülamxon. Nimaga bo'ladi? Alamga chidamay yig'layotdi. Ular undamay jim bo'lishdi. Voy qiztalaq, jakli chiqib tilidi Boston. Sen yetib tur, balığı qara, uyg'onib ketmasin. Ha, qo'rqma, nimadan qo'rqsan? Nadan bo'ra, bo'ldi. Huvlayotdi, yiqilli yerda, bolasini seg'inib yig'layotdi. Xo'p, nima qilish kerak? Men qo'tallardan xabar olay, nima gap ekan? U shuningdan keyin opul-topul kiyindi, dalonga chiqib, o'tikini kiydi. Ondan sarayga kirib chiroqni o'chirdi-da, eshikni ching yepib tashqariga chiqdi. Gülamxon uning deraza yenidan o'tganligini, oli nimalarni deb qo'yganligini, jaysan, mah deb etini chaqirganligini va qadamlarning asta yiroqlashib ketganligini tinglab yotdi. Shu arada yana ona bo'rining so'zi bo'g'lig'ini, erkegining uningga titrak ovozda jo'r bo'lganini anglandi. Ularning ho'kirab yig'lashlarida qahr g'azab eshib toshmoqda edi. Do'q yig'i bilan almashatdi. Ondan talba vasvaslar yana shiddatli hujumga aylanadi. Uningdan keyin umidsiz yolvorishga qaytdi. Bo'rilarning ho'kirab yig'lishi odamning yuragini ezib, yulib olgandek qiladi. Gülamxon qulqini ching etib, ondan xuddi bo'rilar uyga bostirib kirdigandek eshikning iligini ildi. Titirgan peti tivit shalga o'rinib nima qilishni bilmay, tamtirgan holda karvatning yeniga keldi. Ish qilib bola uyg'onib qo'rqib ketmasin deydi. Ko'ngli shuningdan dakkuduki bo'ladi. Bo'rilar bo'lsa tinmasdan huvlaydi. Ular xuddi yiqildi yerda aylanib, u yoqdan bu yoqqa o'tib tamtirab yurganda qiladi. Ishlar ularga javoban qutirab, hovshig'ini bilan o'yinlardan sirqi chiqishga petinolmaydi. Shu chaqda birdan vo'ngildigan miltiq ovoz anglandi. Yana bir pay o'q etildi. Gülamxon Boston bilan Qudratning bo'rilarni qo'rqitish uchun o'q chiqarganligini bildi. Ondan hamma yoq sukutga cho'mdi. Ishlarning hovshishlari besildi. Bo'rilarning uni o'chdi. Xudoga shukr ketishdi. Odamning ajabmi qo'rqisini keltirdi-da, deb o'yladi Gülamxon yenik nafas olib. Lekin uning ko'ngli baribir yanala xavotirlanmoqda edi. U uxlayotgan kenjashni o'zining o'rniga ko'tarib berib, o'tirg'i yotqizdi. Shu arliqda Boston qaytib keldi. Uyquni harom qildi, qiztalaqlar deb norozi bo'lib g'udingshidi, u bo'ri va ishlarni nazarda tutib. Bu Bozorbay degan hayvon, qip-qizil hayvon ekan, dedi u terikkan holda qaytadan o'rniga yetib. Gülamxon erdan vaqani so'rab surishtirib o'ltirmadi. Bostonning uningsizmi uyqusi chala qolgan edi. U ati azam bilan tang o'rnidan turib, qo'tallarni oralamasi bo'lmaydi. U uyqusi qangacha uxlaydigan molchilardan emas edi. Gülamxon erining ko'ngli oxiri joyga tushganligini, o'g'lini bag'riga besib, tatliq so'zlarni qilib erkilayotganligini ko'rib, yeniklab qoldi. Boston kenji bolasini bakmi yaxshi ko'radi. Shuning uchun uningga Kenjibek, naslimizning Kenjibegi deb ot qo'ygan edi. Molchilar zamonlardan bek bo'lishni orzu qilishgan. Lekin taqdirning bitganini ko'ring, molchilar hamma chaqda molchi bo'lib qelaverdi. Bostonmu shuningdan mustasno bo'la olmadi. Ular o'g'lini o'tirg'i elib yotganicha uxlab qoldi.
Lekin hayal o'tmayla yana mungluq bo'ri hovlashlardan cho'chib uyg'ondi. Ishlar yana ansizlik bilan qavashqa boshladi. Voy, yana nima bo'ldi? Mushimu kun bo'ldimi? Dedi uyqu azobida norozi bo'lib Gulamxon va shu zamatla degan so'zi uchun afsuslandi. Boston gap qilmay o'rnidan turib, qorong'udan timisqilab yurib, kiyimini kiyishga boshladi. Bamang iltijo qildi xotinimi. Hovlisi ula bersin, qo'rqidakman, qo'ying bamang. Boston ma'qul bo'ldi. Shunda qilib ular qop-qorong'u kechada zimiston qaplagan tog'larda, qorong'u uyda bo'rilarning noli faryod selib uvlashlarga quloq selib yotdi. Tun nisbatan oshgan bo'lib, tong suzilishga oz qolgan edi. Bo'rilar bo'lsa to'xtamasdan qayg'uluq, alamli huvlig'ini edi. Odamning jinni olayli dedi-da, ularga nima kerak ekan zodi? Dedi o'zini tutolmay Gulamxon. Nima kerak bo'ladi? Bolam qani deb so'rayotdi-da, deb javob berdi Boston. Ballari bu yerda emas-ku, allaqachon ap ketdi. Ular buni na'dim bilsin, dedi Boston. Bular Xudoning maxluqi, faqat birla narsani bildi. Izlar ularni mushu yerga kelib kelgan. Ular ballarimiz mushu yerda, dunyoning cheti mushu yer deb tushunadi. Qani berib ularga shuni tushundir baqqina. Attang, shu chaqda uyda o'zim bo'lmay qaptimanda, Bozorboy ablatning bo'ynini shu ish uchun uzib tashlagan bo'latdim. O'ljini olgan u, olvangni biz to'laydigan bo'ldik. Xuddi uning so'zlarini tasdiqlagandek qo'tallar va qo'y qo'rulari tarafda bo'rilarning birdam mungluq va eg'ir, birdam g'azablik va qahrlik ho'ngrab yig'lashlari tarqalatdi. Dard alam dastidan o'zlarini qo'yishga joy topolmay qolgan bo'rilarning atrofda chepib yurgan edi. Bo'libmi Akbara alamga chidamay kuyib yonatdi. U xuddi qabristonga borgan ayollardek noli faryod chekatdi. Shu chaqda Gulamxon nazar davonda nobud bo'lganda beshini tamg'a urib yig'ilganligini esiga oldi va dard alamga chidamay dod davetishga tasli qoldi. Bostonni uyg'otib, uningga hammani bir boshdan so'zlab berishga tas-tamas qoldi. Buningdan o'zini taslikda tutib oldi. Ular shu tariqada kirpik qaqmay yotadi. Faqat ma'sum, go'dak kanjashlar rohatlanib uxlayotadi. Tishi bo'rining ballaridan ayrilib tinmasdan o'g'layotganini anglagan ona Gulamxon garchi hech qanday xavf-xatar bo'lmasimi, o'z farzandidan tashvishlanadi. Tog'larning beshi oqardi. Qorong'ulik osmon gumbizda tarqalib, kechilik kuzatchilikni o'tab bo'lgan yulduzlar bir-birlab o'chmoqda edi. Yiroq yaqindagi cho'qqilar ro'shanlashgili turdi. Yer tusiga kirishga boshladi. Mana shu chaqda Akbar bilan Toshchaynar tog'larga Boshat jilg'isi tarafga ketib bormoqda edi. Ularning soyilari dam do'ng edirlarga tushadi. Dam qorong'ulik ichida g'oyib bo'ladi. Bo'rilar beshini tuvan solgan peti qadam tashlatdi. Ballardan ayrilish oson bo'lmaganidek, kechacha hovlab chiqishmi oson emas edi. Ular yo'l ustida o'zlari o'lja qilib olgan qotazning to'shi talgan ochiqchilikqa berishimi mumkin edi. Ular odatda rosa to'yqchi go'sht yeyishdan o'zlarini chetga ilib yurmaydi. Lekin Akbaraning ko'ngli shu topda go'shtga tortmaydi. Toshchaynarning uningga buni eslatib qo'yishga yuragi chidamadi. Kun chiqaydab qolgan edi. Akbara uvusiga yaqin qolganda o'zini xuddi ballari kutib turgandek ishtik yugurib ketdi. O'zini aldaydigan bu g'alati holat Toshchaynarga yo'qdi. Endi u ikkisi jilg'i ichida ushqandek yugurib ketdi. Ballarni yana tezroq ko'rish orzusi ularning qalbini siqatdi. Hamma ish yana takrorlandi. Akbara chatqanlikni orlab sho'ng'idi, kamerga kirib, o'zini qiya tegidagi uvusiga otdi. Hamma yoqni yana purab chiqdi. Sovugan o'rinni tatildi. Ballarning g'oyib bo'lganligiga yana ishinib faryod chekib, o'zini uvusidan tashqariga otdi. Alamdan ko'ziga hech nima ko'rinmay, g'or oldidagi dush kelgan Toshchaynarni yana tishlab ketdi. Ondan eriq bo'yiga berib, har tarafni purg'ili turdi. Bu yerdagi hamma narsa ko'ziga xunuk va hasratlik bo'lib ko'rindi. Bo'libmi tashqi yo'lab qo'yilgan shishidan tarqalayotgan puroqqa zodla taqat qilib turolmadi. Dimoqni ichitadigan ochiq puroq Akbaraning qahr g'azabini texmi toshtiribdi. U g'azab bilan ho'kirdi. O'zini tishladi, yerni toshni tishlab tatildi.
Ahiri chidayolmasdan dod faryod ko'tardi. Uning oqsari palak yetdi. Akbaraning kam ko'rilgan ko'k ko'zlaridan tortayotgan alamlari qonliq yosh bo'lib qo'yildi. Uning dard alamiga tasalli bergan hech kim yo'q edi. Hech kim uningga qo'shilib yig'lamaydi. Osmon palak tog'lar so'g'uq beqib turishadi. Ikkinchi bo'lim. Gülamxon o'g'lini aldab-saldab erkiltib ming taslikda yotqizdi. O'zi uxlamasdan erini kutdi. Erining qaytib kelgan vaqti bo'lib qolgan edi. Tashqarida ishlar bir tilla tang havshishqa boshladi. Gülamxon yelkasiga issiq ro'molni tashlab derazaga yuzini yoqdi. Direktorning gaz mashinasi chiroqlari bilan qorong'ulikni yerib, qo'zlaydigan sog'liqlar solingan cho'ng qo'tan oldidan qayrildi. Gülamxon Bostonning mashinadan tushganini, xo'shlashib kabinkaning eshigini yopganini, mashinaning keyniga ittik burilib ketganini ko'rib turdi. Erining darhol uyiga kirmaydiganligini Gülamxon biladi. Bundaq chaqlarda u oldi bilan qo'tallarni va omborlarni aylanatdi. O'chib besilgan lapaslarni kuzatdi. Kuzatchi Qudratdin kun bo'yi yuz bergan ish kuchlarni surishtirdi. Qo'ylar bo'g'ilib qolmadimi? Bola tashlab qo'ymadimi? Qo'zlaganlari bormi yo'qmi? Mushularning hammasini bilmagicha tinchimaydi. Gülamxon kun bo'yi sirtin herib ichib kelgan erini issiqini osh-bash bilan kutib olish uchun oldin hozirlab qo'ygan o'tinlarni o'choqning tagiga tashladi. U erga issiq choy bo'lmasa, hech narsa tetmaydiganligini biladi. Uni qachon kirishgan deb dalonga quloq selishga boshladi. Gülamxon kichkina Kenjishning otasining sovuqdan muzdek bo'lib qolgan burutlari yuziga tekkandan keyin issiqini to'shkida mazza qilib do'milab, lablarini tamshib qo'ydiganligini ko'z oldiga keltirib kulimsiradi. Kenjishdan odatda Boston o'zi o'rniga yotqizadi. Uxlashdan ilgari uning bilan xeyligacha o'ynashadi. Hatto yodiga yetib qolsa, eshik derazalarini chang bekitib, uyni isitgandan keyin Kenjishni o'zi dasqa selib cho'mildiradi. Qo'lim qo'shnilari Boston yashnib qolg'ashqa, balaga haddidan ziyoda mehribon bo'lib ketdi. U burun bundaq emas edi deyishadi. Ilgari u xizmatini bolalaridan mo bakrak yaxshi ko'radi. Mana endi cho'ng bolalari voyaga yetib, o'zlari balliq bo'lib, o'z kunlik o'zlari ko'radigan bo'ldi. Ular Bostonni yo'qlig'iga kelib turadi. Lekin balaning kenjisi hammadan mo tatliq bo'ldi ekan. Biroq Bostonning kenjashga bunchalik cho'nqur mehri qo'yganligida boshqa bir ochiq sabab bor edi. Buni yolg'iz Gülamxon bilmasa, tushunmasa, boshqa kim biladi, kim tushunadi? Ular bir kuni bo'lmasa, bir kuni er-xotin bo'lamiz, farzand ko'ramiz deganni xiyollig'imi keltirib baxmagan edi. Uning eri Ernazar davonda nobud bo'lmagan bo'lsa, shuningdan keyin ko'p o'tmay Bostonning birinchi ayoli Orzugul qazo qilmagan bo'lsa, bu ishlar nədikini? Ular o'tgan ishqa salovatda xiyollarga g'arq bo'ladi. Kashmish kunlarini o'ylaydi, Kenjatay ularni bir-biriga mahkamroq bog'lab turadi. U degan neni jafo mushaqqatlarning mevasi. Davonga yo'lni Boston boshlagan edi. Shu chaqda yordamchisi Ernazar uning ko'zi oldida halak bo'ldi. Ko'z yetmas cho'nqur muzliq qo'ynida qib ketdi. Faqat shu Kenjashlar Bostonning qalbidagi ufqonni to'ldirib turadi. Jarohati malham bo'ladi. Chunki qadimdan qolgan o'limning o'rnini tug'ilishlar to'ldiradi degan gap bor. Mana, oxir qadam tovushlari anglandi. Gülamxon erining oldiga yugurib chiqdi. O'tikini selishga yordamlashdi. Suv, sopun, lo'nga keltirdi. Erining qo'liga o'ndamasdan suv qo'ydi. Ular odatda keyin choy ustida ozoda o'ltirib paranglashadi. Shu chaqda eri mana endi quloq sol, dunyoda nimalar bo'lmaydi ha deydi-da, ko'rgan bilganlarning hammasini bir boshdan eqitmay, temitmay hikoya qilib berdi. U ikkisi mana shunday yolg'iz qolgan chaqlarda o'zini noyda yaxshi his qildi. Bir-biriga bakmi yaqin bo'lib, ketgan odamlarning o'zaro qilishgan gaplari tonish sohilga o'xshaydi. Qayeri teyiz, qayeri cho'nqur oldin ola ma'lum bo'ladi. Orzugul vafot bo'lib 1 yildan oshgan, hamma nazar chiroqlari o'tgan edi. Ular oxiri turmush quradigan bo'ldi. Shu chaqda Boston uning ko'l bo'yiga joylashgan qishloqning chetidagi uyiga tog'dan tushib keldi. Shu chaqda ular Bostonning etini eg'ilda qoldirib, odamlarning ko'zi oldida o'zlarini g'oyat o'ng'aysiz his qilib, avtobusda rayonlik nopus bo'limiga bordi.
Zörür qog'ozlarga tezli qo'l qo'yib, tezli chiqib ketdi. Ondan yana avtobusga o'ltirg'usi, ko'chalarda tonish odamlarga uchrab qolg'usi kelmay, ko'lga qarab mengishdi. Ondan sahil bo'yidan Gulamxonning uyiga kelishdi. Qurg'oq kuz kunlari, shamoldan asar yo'q. Issiq ko'lning tiniq havo rang suyi har qachonqidekla g'oyat suzuk va jimjit edi. Shu chaqda Boston orchilab o'sib ketgan sahildagi chig'ir yo'lga kelganda qirg'oqqa bog'lab qo'yilgan ikki qiyiqni ko'rib to'xtadi. Qiyiqlar asta chayqaladi. Suning qumliq tegi ochiq ko'rinib turadi. Qara, atrof suv, tog', yer, mana shularning hammasi hayot. Muni ikki qiyiq bo'lsa, naq sening bilan menga o'xshaydi. Dolqin bizni qayoqlarga olib ketadi, buni texi ko'ramiz. Beshimizga nima kunlar tushdi, beshimizdan nimalarni kechirdik. Tirikli bo'ldikamiz, doim yodimizda turadi. Bizdan qochib ketmaydi. Kel, doim bosh qo'shib bilib olayli. Meni buvay desangmi bo'ladi. Qish kirsa 49 ga to'shiman. Sening bolaring bo'lsa kichik, ularni o'qitish, odam qilish kerak. Yur, yig'ishtiradiganni yig'ishtirayli. Sen biliqchining qizsan. Seni tog'larga elib ketaman. Men yolg'iz yashay olmayman, taqtim qolmadi. Gulamxon nimishqa ekanligini o'zimi bilmagan holda yig'lab tashladi. Boston uningga uzoqcha tasalli berdi. Keyincha o'zlari yolg'iz qolgan chaqlarda turmush haqida gap bo'lib qolganida Gulamxon pat-patla sahildagi ashu ikki qiyiqni eslaydi. Shunglashqam u eng yaqin odamim bilan qildigan suhbating tonish sahilga o'xshaydi deb o'ylaydi. Biroq bu qitim uning nazarida odatdagidan sal tashvishligiroq ko'rindi. Boston dalandagi lip-lip qilib turgan chiroqning yo'riqida yo'g'on, yirik qo'llarini lungiga etay oldirmasdan suratlatdi. U xotiniga qaraganda xeyli egiz bo'lib, sal qisilgan ko'kish ko'zlari norozilik bilan boqatdi. Shamol yolaveri pishib ketgan cho'ng va chiroyli yuzi po'latdek qorayib ketgan edi. Tinchlikmikin ish qilib, Boston qo'llarini surtib bo'lib, Kenjashning yeniga keldi. O'z qo'l bilan yasagan yog'och karvatning oldida tizlandi. O'g'lini erkiltib, qo'rg'an lavlarini uning yuziga tekkizdi. Kenjash dadasining kelganini sezib, o'rnida tatliqini qimirlab qo'ydi. Buni ko'rgan Boston ixtiyorsiz kulimsiradi. Men yo'q chaqda bu yerga Bozorbay keptimish deb so'z qatdi. U tamoqqa o'ltirib etib, bu yaxshi ish emas. Gulamxon bu so'zlarni o'zicha tushunib, qizirib ketdi. Ochiqini besib xafa bo'lgan holda. Men qanday qilay? Bir muncha odam uyga bostirib kelib qoldi. Bo'ri bolalarini tutib tikan ko'rsatimiz deyishdi. Kenjash yepishib oldi. Kichik bolaga o'yinda choy qo'ydim, ondan oldiga. Buni davatqinim yo'q. Mayligu, o'zi ketar yor. Yaxshi odam emas deyman-da. Buning nima bo'pti? Uning nima demoqchi ekanligini anqiramasdan dedi Gulamxon. O'zingizmi bo'ri atqangu? Ana terisi bulturdan beri isiqliq turibdi. Tozimi yaxshi oshlabdikan bu terini. U tamdiki bo'ri terisiga ishorat qildi. Urush turishig'i turdi. Javob berdi Boston xotiniga bo'sh piyamni sunib etib. Gaping rost. Menmi bir chaqlarda bo'ri atqan. Qanday qilayli? Dunyo shunda qurilgan tursa. Bir yoqda odam bor ekan, bir yoqda bo'ri. Lekin men hech qachon bo'ri o'ziga tekkan emasman. Shum tapan Bozorbay degining bo'ri bolalarini o'g'irlayapti. Cho'ng bo'rilar bo'lsa omon qapti. Endi ular toza quturaydi. Hammadan bizga yomon bo'ladi. Bo'rilarning mushu atrofda uvusi bor. O'chini bizdan olmasa bo'ladi-ku. Gulamxon uning so'zlaridan dong etib qoldi. U hamma xotinlarga o'xshash voh qildi. Xo'rsindi. Yelkisiga tushib chuvalgan o'rimi chashlarini tuzatdi. Voy, sho'rim qursin. U shum tapan nima deb biz taraflarda tinab yurgan bo'lg'iydi. Bo'rining uvusiga tegib nima qiladi ekan? Odamning ichi og'riydi. Hayvon bo'lsa-mu bolasi o'ziga tatliq. Buni hammadan biladi. Shu chaqda uning aqlimga kelmaganini qarang. Mening o'ylayotganim boshqa narsa, dedi tashvishlanib Boston. Qandaq bo'rilar ekan ular? Heliqlar emasdir. Boston jim bo'ldi. Ondan qo'shib qo'ydi. Qudurmatning gapidan qaraganda bo'rilar Bozorbayni Boshat jilg'isi tarafdan qo'g'lab ketdimish. Nima qiladi? Heliqi Toshchaynar va Akbara degan kelgindi bo'rilar bo'lib qolmasin deymanda, shundaq bir jup bo'ri bor. Voy, qo'ying chaqchiqingizni, pixildab kulib tashladi Gulamxon.
Qaysi zamanda böğürlərinin adamlardek ismi bolğan çaqçaq qılıvatsız. Çaqçaqın nemisi? Çaqçaq emas. Bu böğürlərni biz bilimiz. Biz tərəfinin böğürlərə oxşamaydı. Ularni ko'rgan odamlar bor. Bəkmi vəhşi böğürlər bu. İkkisi güclük, qapqanğa düşməydi. Atay desəng көзгө görünməydi. Ölgür haraqkeş Bazarbayның kelib ularning uvusiga duş kelib qolganini qara, bütün nəslini quritib etibdi. Sen teği ularning öz ismi barliqidan hayron bo'lib o'ltirsan. Erkegi toshchaynar shunchalik kuchlikki, hatto otnimi o'ltirib etalaydi. Kishi bo'ri akbara bo'lsa, haddidan ziyoda aqlliq. Men mundaq aqlliq vahshiy hayvonni ko'rib baxmagan. Shuning uchun bekmi xatarlik. Bo'ldi qiling, dadisi, yurgimni qepidan chiqaman. Nima, meni kichik bola chaqlayotamsiz? Ishonmasdan kuldi Gulamxon. Xuddi bola chaqlaringizdan tortib, ular bilan birga o'sgandek gap qilasiz. Odamning hech ishongiz kelmaydi. Boston bo'pti, mayli degandek ko'ngilchaklik bilan kulib qo'ydi. Keyin o'ylanib qoldi. Xotinini tinchlantirmasa bo'lmaydiganligini bildi. Bular ish bo'pti, dedi u birdam jim o'tirgandan keyin. Xiyolingdan chiqirvat. Ko'nglingni bir ajay dedim-da, qani o'rinni sol, kesh bo'lib ketdi. Atigarak turmasak bo'lmaydi. O'g'in qo'ylar kayni-kayndan to'lashga boshlaydi. Ba'zi qo'ylar bugun oqshom yo bo'lmasa degan tug'ishi mumkin. Bo'libmi 2-3 dan qo'zlaydiganlari. Chiroqni o'chirib o'ringa kirgandan keyin odatda darrov uxlab qolgan Boston rayonida bo'lgan majlis. U yerda mana mushuning bilan nechini qitim hozirgi yoshlarning nima uchun chorvachilikqa qiziqmaydiganligi, nimalarni qilish va qanday qilish haqida gap qilganligini ikki og'izli so'zlab berdi. Shu chog'da sirtda ot tuyoqlarining tovushi anglandi. Gulamxon o'rnidan dikli turib, ish ko'ngligi bilan yelkasiga Twitter ro'molini ortib, eshik oldiga keldi. U cho'ng qo'tan oldida miltiq esib olgan ikki otliqning otdan tushayotganligini ko'rdi. Rısqul bilan Marat qaytib keldi, dedi u. Bazarbayni uzitib qo'yishga ketgan edi. Voy tantaklaray, deb qo'ding shili Boston va shu zamatla uxlab qoldi. Gulamxon xilg'icha uxlay olmadi. Karvatda yotgan o'g'lining yotqinini tuzidi. Balasi doim ustidagi yotqinni tepib tashlab, qo'rsqini ochiq qo'yatdi. Bola emas, bola odamni zodla uxlatmaydi. Bo'libmi ko'zga uyqu ilishki chog'larda Mushu tapda Gulamxonning uyqusi qochdi. Tozimi tinimsiz vahimali kun bo'ldi-da bugun. Hammasiga Bazarbay sababchi. Osmondan tushgandekla kelib qolganini qarang. Ko'rar ko'zimiz yo'q edi seni. Bo'libmi Bostonning iqi kelishmaydi. Boston o'zi shundoq odam. U shavqin suranni, shallaqliqni, Bazarbaydek tetiqsizliklarni, garchi o'ziga hech qanday yomonlik qilmagan bo'lsa-mu, yoqtirmaydi. Bazarbay bo'lsa Bostonga hasadxo'rlik qildi. İşi ondan kelgan, o'shqi olchi tushgan deydi. Lekin Bazarbay ishni yurushtirish uchun qanchalik ter to'kish va aql ishlatish kerakligini bilmaydi. Boston atiganda tong qorong'usida ishqi sho'ng'ib ketadi. Ta gugum tushkicha qo'li bo'shmaydi. Hammasiga o'zi qaraydi, o'zi plalaydi, puxtlab nazari soladi. Gulamxon derizi oldiga kelib sutdek oqirib turgan tun bag'riga tikildi. Ay tizma tağ örkeşleri üstüde parlap duratdı. Durdani yulduzlar cımırlap çıkan idi. Tağ atqanda ay patıdı, yulduzlar öçüdü. Ama bu gece tünün zadlı çeki yoxdek, hiç qaçan tağ atmaydıgandek tuyulattı. Tağ eteklerini cimcitlik qaplagan bulup, qışlaq çetige uğurlaştırılgan motorның tonuş avazı kelip duratdı. 3. bölüm. Ertesi saat 10'larda Bazarbay noyg'otib, rayon markaziga berish uchun etini to'qimoqchi bo'lib atqanda bu yoqqa qarab kelayotgan otliq odamga ko'z tushdi. Qiziq, bu odamning taman qishliqida nima ishi bor ekan? Oldi ochiq seriq cho'g'a, tulki tumoq kiygan otliq kishi kun bitish tarafdan tog'ning sal yonto etigidan etini yo'rtib kelmoqda edi. U egarda mahkama chamdas o'tirardi. Bazarbay darrov otliq odamni tikilibrak qarab quloq otnimi to'nidi. Ha, haqiqatanmi adashmabdim. Don nasillik bu otqa minib olgan Boston Orkonochevning dal o'zi edi. Bostonning kutilmaganda paydo bo'lib qolishi Bazarbayning ko'nglini g'ash qildi.
Shu ko'ngil g'ashligi bilan u egirni bir chetga qo'yib, o'zi xush ko'rmaydigan yiroq qo'shnisini kutishga boshladi. Boston meni paylab turibdi degan xiyol kelib qolmasin deb, bir siqim o'tni elib, etini tozalashga tushdi. O'zini ish bilan band odamdek ko'rsatmoqchi bo'ldi. Bazarbayning nazarida Boston uni qo'lga tushirib olgandek g'alati bir holga tushdi. U o'yinlarni, qo'tallarni, atdeganda o'z ishi bilan band bo'layotgan molchilarni joy-joyidamikin deganda qilib ko'zdan kechirdi. Albatta qishloqda Bostonning egiligida tartib, saramjonlik ko'proq. Boston itdek ishlaydi. Ilg'ar bo'lg'ashqa boshqa amalimi yo'q-da. Og'ziga ega bo'lolmaydigan g'ayvatchilar heliqi ajoyib yillar bo'ldigan bo'lsa, Boston boy deqqan sifatida allaqachon Sibirga palangan bo'lardi deb yurishadi. Bazarbay nemedi? U yavaşqina, saddig'ina osiyalik molchi. Tog'u cho'llarda undaqlarning soni yo'q. Ular millionlab qo'y podlarini beqib yuriydi. Ular besib o'tgan joylardagi o't-cho'plar tüp yiltizini qurib ketadi. Uningdan qolsa har kimniki o'ziga. Bostonniki o'ziga, Bazarbayning o'ziga. Boston yiqilishib kelayotganda Bazarbayning xiyolda nurg'un fikrlar shakllandi. Bu boy dehqonlar boshlig'i tong sahardan nima deb paypaslab yurgandir? Acaba aqli yetmay hayron bo'ladi Bazarbay. Nima bo'ldikin? Maqsadi nimakin? U bir turib Bostonni uyiga taklif qilsammikin dedi. Lekin qop-quruq, besiram jonsiz o'ylisi va hammadan badbaxt sho'r tumshuq ko'k tursunni. Uni Gulamxon bilan asla selishtirg'ili bo'lmaydi. Ko'z oldiga keltirib bu fikrdan yana voz kechdi. Boston taman qishliqiga kirib, ho'yli oldida otning tizginini tortdi. Atrofga sinchilab qaradi va ayvon oldida turgan uy egisini ko'rib, shu yoqqa qarab mangdi. Ular sipoyilik bilan salom saat qilishdi. Boston otdan tushmadi. Bazarbay o'z ishi bilan mashg'ul bo'laverdi. Bu ahvoldan har ikkilisi qilchi-xijil bo'lmadi. Uyda ekansan, obdan bo'ldi dedi Boston qo'li bilan burutlarni silab. Uyda bo'lmay nada bo'latdim? Xo'sh kapsan, nima gap? Gapim bor edi. Senadek odamlar bekorga kelmaydi, dedi haqovrlik bilan Bazarbay. Gapim to'g'rimi? To'g'ri. Ish bilan kelgan bo'lsang, otdan tush. Boston gap qilmay otdan tushdi. Don nasllik etini mo'mi yog'ochga bog'ladi. Odati bo'yicha otning ulungini bo'shtib qo'ydi. Ot ulangning siqishidan qutulib orom oldi. Bemalol nafsini to'g'riladi. Ondan u atrofga sinchilab ko'z tikdi. Nima qilib tursan? Nimaga qaravotsan? Ochiq kelib do'qqildi Bazarbay. Muni ko'takka o'ltir deb o'zi putining yonida turgan traktorning choqiga o'ltirdi. Ular bir-biriga o'shmanlik bilan qarshib o'ltiradi. Ochiqini aytganda Bazarbayga Bostonning hech narsa yoqmaydi. Chand jiyaklariga ko'pi tutib tikilgan oldi ochiq juvi kiygan bo'lsa o'ziga. Sağlam, baqvat, shijoatli, ko'zlari o'tkir, teni mistak bo'lsa-mu o'ziga. Bazarbaydan 5 yosh cho'ng bo'lsa-mu o'ziga, kecha-kechalab Gulamxonning qo'ynida yotgan bo'lsa-mu o'ziga. Uning bular bilan nima chatiqi? Qani, gapingni qil qulqimsanda deb beshini silkitdi Bazarbay. Nima ish bilan kelganimni bilamsan deb so'zini boshladi Boston. Ko'rdingmi? Xurujunmu olg'ash keldim. Ana, Xonjuguda bog'loqliq turdi. Aşı bo'ri ballarını maң bəgin, Bazarbay, ularni o'z o'rniga qo'yib qo'ymasak bo'lmaydi. Qaysi o'rniga? Uvusiga deyman-da, mundaq degin, levini purishtirdi Bazarbay. İlg'ar malchimiz qandoqlarcha qadam tashrif qilib qoldi-ken deb texi beshim qetib turadi. Ishlaringni tashlab chepib kelganingni qara. Boston, yodingdan chiqib qolgan o'xshaydi. Men sening qo'ychilaringdan emasman. Menmi senga o'xshashli odam, sen mening xo'jayinim emas. Gap uningda emas, oldi bilan gapimga quloq sol. Oqshom bo'lgan ishni bo'rlar yodidan chiqarib yetadi deydigan bo'lsang, qattiq xato qilgan bo'lasan, Bazarbay. Menga nimati, yodidan chiqarmas, korim nima? Seningmi buning bilan nima koring? Nemishqa korimiz bo'lmaydigan bo'rlar kechicha qo'ru atrofida aylanib huvlab chiqdi. Endi bolasini qaytarib bermigicha ular bizga orom bermaydi. Men bo'rlarning xuy peylini bilaman. Boston uning oldida o'tinish bilan kelgan edi. Shu sababdan Bazarbayning uningga o'zini ko'rsatib qo'yg'isi, uni mazoq qilg'isi, ko'ldirlatg'isi keldi. O'z puti bilan kelib yolvorib turibdim.
Bundaq ishlar tushigimi kirmaydi. Bazarbay qolay fursatni qo'ldan bermaslikni ko'ngliga pukib, zaharxandlik bilan kulib qo'ydi. Kechicha uxlayolmabdi, xo'p bo'pti. Boston Gulamxonni quchoqlab yotolmagan bo'lsa, ajab obdan bo'pti. Xo'p bo'pti. Uningdimi betar bo'lsin. U Bostonga olib qarab qo'ydi-da, "Beshimni og'ritma, Boston. Men undaq ahmoqlarni emas. Bo'ri baldirni qaytarib berish uchun olg'inim yo'q. O'zingga to'la tamanna qo'yiverma. Har kimning ko'zlaydig'ini boshqa. Xotining bilan yotdingmi, yotmadingmi, buning mening bilan qilcha aloqasi yo'q" dedi. O'ylab baq, Bazarbay. Aldirabla yo'q dema. Nemisini o'ylab ko'rdi buning? Bekardan yo'lsizlik qilyapsan, dedi Boston o'zini zo'rg'a besib. U cho'ng xatolikqa yo'l qo'yganligini pamladi. Endi oxirgi chora qolgan edi. Undaq bo'lsa, dedi u hamon o'zini egri besiq tutib. "Kel, halollik bilan so'dlashayli. Sen satasan, men olaman. Sen baribir ularni pul qilsan. Yaxshisi pulni meningdan ol. Narxini deganda qo'lingni ber." "Satmayman." Bazarbay o'rnidan sakrab turib ketdi. "Hargiz sang satmayman. Gepini qara buning. Sening puling bor-u, mening yo'qmikan? Tüfi aşı pullarınğa. Men bularni setib puliga haraq ichiman. Lekin sang satmayman, bildingmi? Kim bo'lsangmi o'zingga, menga qara, etingga chopsaraq menda yaxshilikcha bu yerdan ketib ol." "Tantaklik qilma, Bazarbay. O'g'il baldek gap qil. Kimga setishning sang nima farqi bor? O'zim bilaman. Menga o'g'itaman dema, aqlim o'zimga yetadi. Partiya yig'inlarida o'zingni ko'rsatib, maqtanishni bilasan. Undaq qilamiz, mundaq qilamiz deb hamma odamning beshini qotirsan. Agar xohlasang, men shu partiya yig'inida bir adibingni berayki, zodla yodingdan chiqmaydigan qilib etman. Uyingni topolmay qolsan, shuni xohlamsan? Sen meni qo'rqitqicha tushuntirib demamsan, seni qaysi ish tanladi?" dedi Boston Bazarbayga hayron bo'lib. "Meni ish tanlabdimi? Sen hukumatga qarshi ish qilyapsan, bildingmi? Xo'jayinlar hamma yerda bo'rilarni yo'qtinglar deb chaqir qilyapti. Sen bo'lsang bo'rilarga ish og'ritib, ularni ko'paytmoqchi bo'lyapsan. Shundaqmi? Voy, boy dehqon, kallangni ishlat. O'ylab baq, men butun bir bo'ri oilasini vayron qildim. Demak, davlatga ajoyib cho'ng foyda yetkazdim. Sen bo'lsang ularni o'ziga qaytarmoqchi bo'lyapsan. O'sin, to'rilsin, bo'rilar ko'paysin demoqchimisan? Niyating shumi? Texi menimi setib olmoqchisan? Seni setib olib beshimga tosh qilatdimmi? Bo'ri bolalarni setib olmoqchiman. Meni o'zingcha qo'rqitmoqchi bo'lyapsan. Sotqa berdigandek duh po'poza qilyapsan. Sen oldi bilan kallangni ish qilsal, nimalarni qilding? Ondan keyin qanday odam bo'lding? Botir bo'lsang, avval cho'ng bo'rilarni yo'qot. Qani, bo'libmi tishi bo'rini? O'zini tepib beribsan-ku. Kuching yetmasa boshqalarga ehson bo'lmamdi. Bu ishni kuchi yetadigan odam qiz bo'ladi. Kim ekan u? Senmi? Men bo'lsam nima bo'pti? Mana endi cho'ng bo'rilarni tepib boqqina tutuq bermaydi. O'vsi buzilgandan keyin beshi qaygan tarafga ketadi. Quyruq tutqizmaydi. Endi atrofdagi mol-polni o'ltirib ketaveradi. O'chini odamlardan oladi. Qani tutib boqqina ularni. Bularni o'ylaganmiding? 4-bo'lim. Shu kuni bo'rilar aslidagi makondan ko'chdi. O'zini tashlab kechisi bu yerga qaytmadi. Har tarafda tamtirab yurishga boshladi. Ular ba'zida biror joyga g'amga petib, kaypi qashqan holda so'zlab yotadi. Ba'zida har tarafni aynib yuradi. O'zini unchimi yo'shirib ketmaydi. Odamlarning o'zini daldiga elishdan voz kechgandek zotla tap tortmaydi. Shu kunlarda atrofdagi nurg'un molchilar ularni zodi kutilmagan joylarda ko'rib yurdi. Tishi bo'ri as-hushidan ayrilib qolgandek doim oldida beshini sangiltib yuradi. Erkak bo'ri bo'lsa, uning kaynida yurgan edi. Bu bir jup bo'ri xuddi o'lim izlagandek xavf-xatarga parvo qilmaydi. Ular bir necha qitim ishlarning yurkiga vahima selib, uylarning va qo'tallarning yenidan o'tdi. Ishlar g'aljarlarcha g'ovishib, quturab hujumga o'tmoqchi bo'lishdi. Lekin bo'rilar ularga mutlaq e'tibor bermadi. Hatto keyindan o'q uzgan chog'lardimi qadamini tezlatmay, xuddi miltiq ovozini anglamagandek yo'lni davomlashtirdi. Bu tantak bo'rilarning talviliklari tillarda daston bo'ldi. Akbara bilan Toshchaynar bo'rilarning rasm yo'sinini unutib, odamlarga hujum qilishga boshlaganida hamma yoq patparaqchilik cho'mib ketdi. Bir qitim ular
Köp gündüzla yolning o'rtasida traktorchi yigitga tashlandi. U prinsipliq traktorda o't cho'p to'shiyotgan ekan. Traktorning roli ishlamay qolganligidan traktorchi yigit nima bo'ldi ekan deb yerga tushibdi. Uni yasayman deb xeyli avara bo'pti. Bir chaqda ikki bo'rining erishga boshlagan qor ustidan mengib, o'zi tarafga kelayotganligini ko'rib qopdi. Hammadan bak bo'rilarning ko'zlari uni qo'rqitib etibdi. Keyin uning hikoya qilib berishicha, bo'rilarning ko'zi dahshatli ekan. Bir nuqtaga tikilib turdi ekan. Tishi bo'rining yoli qisqiroq bo'lib, beshi sangilgan, ko'zlari ko'pga emish. Uning ko'zlari yoshga to'lgandek, shishiga o'xshash qetib qolgandek emish. Ular yaqinlashib kelayotganda, helimi yaxshi yigit o'zini tutib olib, kabinkaga sakrab chiqib, ishini yepibdi. Statorni harakatlantirib ekan, motor shu zamonda o't oldi. Boshqa chaqlarda u motorni pastda turib aylantirib, o't oldirdi ekan. Omidining kelganini qarang, traktor tat-tatlab minib ketibdi. Bo'rilar o'zlarini chetga oldi. Lekin yanala ketmasdan traktorga birdan o yiqidan, birdan bu yiqidan yaqinlashmoqchi bo'pti. Yana bir qitim bir qo'ychi bola mo'jiza bilan omon qoldi. Umi kunduzi yuz bergan ekan. Aqlli bola o't cho'p olib kelish uchun eshikka minib yo'lga chiqibdi. Uyga yaqin bir chatqalliqda quruq shox-shumbularni chepib yig'iyotganida ikki bo'ri tuyuqsiz paydo bo'ldi. Eshak hatto ovozini chiqara olmay qoldi. Bo'rilar uni ko'zga yumib ochquchilar parcha-parcha qilib tashlabdi. Bola qo'lidagi ittik o'rg'ini tashlamay jon-jahli bilan qechib qo'tanga kelib yiqilibdi va g'alati ovozda chaqirib datla beribdi. Odamlar qo'rudul miltiqlarini ko'tarib chiqib chatqalga berib qarsa, bo'rilar oldirmasdan idirning orqasiga o'tib ketayotgandek. Ular hatto o'q ovozlarini anglab turibmi, qadamini tezlatmabdi. Onundan sal kerak bo'rilar qo'tandan sal neriga o'tlatish uchun elib chiqilgan bo'g'az sog'liqlarga hujum qildi. Nima bo'lgani hech kim ko'rmay qoldi. Tasodifiy omon qolgan sog'liqlar patroqlab qechib kelgan chaqdilar bo'lgan ishdan vaqib bo'pti. O'tliqda 15cha sog'liq qonga minib yetibdi. Hammasilar bema'nilik bilan vahshiylarcha bir xilda bo'g'izidan tishlab o'ldirilibdi. Shunda qilib Akbara bilan Toshchaynar rosa quturdi. Ular to'g'riliq bir-biridan qo'rqinchli gaplar tarqaldi. Odamlar qiyosla fikr yurgizatdi. Bu o'chmalikning asli sababini bilmaydi. Ular kishi bo'rining uvusidan o'g'irlab ketilgan bolalarni seg'inib, alam o'tida o'rtinayotganligidan xabarsiz edi. Bozorboy bo'lsa kayf sapa surib, og'ziga kelganini deb maqtinib yuradi. U qo'lga pul kirgandan keyin ishkulikka dum tushgan edi. Shu kunlarda huvlab turgan shamol sahil bo'yidagi restoranlarda so'kuldab yuradi. Haroq uningga borganlar yerda tepiladi. Bozorboy quloq bo'yinlarini qizirtib ketkicha ichib, ondan og'ziga kelganini deb bo'stonning g'ayratini qiladi. Bu yilonning yig'ini yolg'on pixsiqning bekmi dimig'i ustin bo'lib ketibdi. Mangaymikin, uçaymikin deb o'zini bilolmay qolibdi. Toza adabini berdim. Burunqi zamonlar bo'lgan bo'lsa, o'ziga suv yuqtirmaydigan bu boy deqqanni voydat deyishiga qo'ymay Sovet hukumatining sinipi dushmani sifatida etib tashlagan bo'ladi. Atdan u chaqlar o'tib ketdi-da, bundaq so'rin chiroylarning yo'qotsang, savobli ish qilgan bo'lsan. Rasta 20-30 yillarda har qanday saqchi boy deqqanmi, boymu ayırıp o'ltirmayla ho'ylisining o'zida etib tashlayveradi. Bu gaplar kitoblarga yozilgan. Tunigun radiodan angladim. Bir boy deqqan bir kambag'al bechorani ezib, haqqini bermagan ekan, ikkinchi kambag'al bechorlarning yurak bag'rini azmasin deb ko'p kunduzda hammaning ko'z oldida adabini beribdi. Bozorboy tamanga kelib qolgan bo'stonni eshkidan qo'g'livatganligi, ota-onasini chala qo'ymay so'kkanligi, bo'stonning bo'lsa g'ing qilmay qolganligi haqida o'ydirib to'qib so'zlashni hammadan bak yaxshi ko'radi. O'zining so'zidan o'zi huzurlanib ketadi. Bozorboyning qish kunlari bekorchilikdan boshqa ishi bo'lmagan vaqtliq ish qildigan ulpatlari tamaka va haroqning sesiq puruqi bilan to'lgan sovuq oshxonalarning derazlarini dirildatib qaqoqlashib kuladi. Bozorboyning g'idiqiga tegib qo'ltiqiga suv purkitdi.
Buning bilan Bazarbayning kayfi texmi ko'tariladi. Bu masxirlar Bostonning qulog'iga yetgan edi. Mana shu sababdan sovxoz direktori chaqirgan yig'inda qattiq janjal chiqdi. Buningdan sal burunroq Boston ko'ngilsiz xiyollardan uyqusi qechib, tun bo'yi to'lg'inib chiqdi. Buning sababi shu ediki, qishloq atrofida bo'rlar yana aynib qolishdi. Yurakni o'rtab tashlaydigan, odamning asabilari bardashlik berolmaydigan nollarni yana boshlab etishdi. Gülamxon qo'rqindan g'alg'al titrab erining qo'yniga tiqildi. Taqat qilolmasdan uxlayotgan Kenjashni o'z o'rniga yo'tkab keldi. O'g'lining jiniga bir narsa xavf selayotgandek uni gavdasi bilan to'sib, tinmasdan silab siypab yotadi. Bularni ko'rib Bostonning yuragi siqiladi. Ayol kishi emasmi? Qorong'udan turli vahimalik ovozlardan qo'rqidi deb o'ziga o'zi tasalli beradi. Boston bir necha rat o'rnidan turib miltiq atmoqchi bo'ldi, lekin xotini yenidan ayrilishga yo'l qo'ymadi. U shu topda birdamma yolg'iz qolishni xohlamaydi. Keyin u baribir dakki-dukida uyquga ketgan bo'lsa-mu, Boston zodla kirpik qaqmadi. Mingsida turli tuman xiyollar parvoz qiladi. Dunyo ajoyib bo'ldi ekan. Bu olamda qancha uzoq yashagan sari uninga yashashmi shuncha qiyin va mushkul bo'lib o'tadi. Yashashning o'zila emas, hayotning asli ma'nosini tushunishmi taslashib ketib o'tadi. Ilgari xiyolga kelmagan yoki kelgan bo'lsa-mu, ko'nglining qorong'u tuvidagi xiralashib ko'ringan narsalar uni endi jiddiy tashvishga solmoqda edi. Uningdan javob kutadi. Bostonning so'nggi kichigidilla emgakda qatdi. Nurg'un jafo mushaqqatlarni tatdi. 2 sinfda o'qiyotgan chaqlarda otasi jangda vafot bo'ldi. Ondan onasi o'ldi. Cho'ng akalar bilan hadlari o'z jonlarini o'zlari beqishdi. Ba'zilari olam bilan baldurla xo'shlashdi. Bostonning o'zidan boshqa tayanchi ishongan teg'i qolmagan edi. U bir narsaga qattiq ahd qildi. Keyin bu ahdidan hech qachon hatto birdammi chatga chiqmadi. Qo'li ishdan bo'shmadi, emgakdan zodi qochmadi. Hayotning ma'nosini, qiziqini faqat shuningdala deb bildi. U qo'l ostida ishlaydiganlarni qora targa cho'mib emgak qilishga o'rgatdi. U nurg'unlarni odam qildi, ularga yo'l ko'rsatdi. Hayotning emgak bilan qadrli ekanligini uqtirdi. Boston o'z oldiga shunday maqsadni qo'ymagan odamlarni yoqtirmaydi. Bundaq odamlarni qarg'a kelmas deb hisoblaydi. Ularga so'g'uq muomala qiladi. Ko'p odamlarning dal shu sababli o'ziga kaynidan yomonlab, pixsiq, boy diqqan deb laqam qo'yib yurishganini biladi. Ular nadomat chekib, esit, dunyoga sal kechik kerak kelib qoldi-da, bo'lmaydigan bo'lsa, so'nggi allaqachon Sibir taraflarda chirib yotgan bo'ladi deyishadi. Boston odati bo'yicha bunday g'aybatlarga javob berib yurmaydi. Azalda haqiqatning o'zi tarafda ekanligidan qilchi gumon qilmaydi. Boshqacha bo'lishmi mumkin emas edi. Boshqacha bo'lishi dunyoning ostin ustin bo'lishi bilan barobar edi. U quyoshning qayoqdan chiqishiga qanday ishonsa, buningmi shunday ishonadi. Qarg'u qismat uni faqat bir qitimla tez pukishga majbur qildi. Pushaymonlik o'tida puchulladi. Shuningdan boshlab u shubhalarning zil va alamlik yuki nima ekanligini bildi.